Nima? Samarqanddan Muxtor do'stim kelyapti ekan. Ha? Shunga nima qilasan-da? Sho'rodan xabar olib qo'ygin. Xo'p. Bo'ldi. Qarayman. Qara. Yana indaq qilib choy uzatib o'tirmagin. Voy nimaga? O'zim uzataman. U choy uzatgan ayolni barmog'ini silaydigan odati bor. Voy o'laydi, yana barmoqni silatib o'tirma ko'zimni oldida. Tavba qildim-ey. Hamma narsa durasiz. Yaxshi borib keling. Hoksargina bo'lib ko'ringaniga ishonma, men bilaman-ku, o'rtog'im-ku. Yana adashib qidirib yurgan bo'lmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r. Keldingizmi? Zo'r. Qal, uyga. Keling. Zo'rligi. Voy. Voy, assalomu alaykum. Alaykum. Sizlarmi? Bolam. Ba, ishingni qilaver. Men o'zim choy uzataman. Yaxshi o'tiringlar. Olib o'tiringlar. Ey, mehmon. Bu qora suv ichguncha bu go'shtlardan ham oling, Ey, Muxtorjon do'stim keladi deb 7 soatdan beri qaynatyapmiz bu sho'rvani, Zo'r bo'lib ekan. Bitta gapni bilib oling. Quruq suvda quvvat bo'lganda qurbaqa zanjir uzardi degan gap bor elda. Quruq suvdan ichyapman, go'shtlardan ham oling. Qarang, suyagigacha hilkillab ketgan, Hamma suyakku buni qaysi yeyishni bilmaydi odam. Biz o'qiydigan xususiy maktabda ustoz aytadilar-ki, uyda tanlab yeysizlar. Bu yoqda berganimni g'ajiysizlar deydilar. Endi bolada endi aytib yurmaysiz. Bolam, men bunaqa xususiy maktablarda o'qimaganman, oddiy maktabda o'qiyman. Tushunmayman ular. Lekin mana bunda go'sht ko'p ekan. Bosh bo'lsin, bosh bo'lsin.